Hammaga assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 1-fevral juda ham ob-havo ajoyib, kayfiyatimiz yuqori darajada. Biz xullas Toshkent shahri Shayxontohur tumaniga keldik, ya'ni mana Do'stlik futbol klubining markazida. Men Sardor Saidov, ya'ni Instagramda Mr. Saidov nikoh ostida ijod qilib olib boraman. YouTube futbol media klubining treneri hisoblaman, albatta majoziy ma'noda. Biz media futbolda birinchi qadamlarimizni boshlayapmiz, ya'ni Do'stlik komandasi bilan bugun o'rtoqlik uchrashuvini olib boramiz do'stlar. Ketdi, bizni boshlab. Xullas hurmatli do'stlar, hozir juda ham hayajondaman. Hozir o'yinchilarning oldiga kiraman, ozgina motivatsiya beraman. Lekin motivatsiya berishdan oldin obrazimni o'zgartirib olaman. Ket. Bolalar o'ynayapti, hozir nabrigat qilamiz bolani, davay. Kante qochib ketmasin. Юр, Канте! Стоим, двигаемся перед ударом! Шух, под него, шух! Cho'tam Abdujalil, nima bo'pti? Qanaqa o'yin bo'pti? Kim bu komanda o'zi? Nima bu? Qanaqa bu? Напряжённый bo'ynasi, напряжённый bo'veradi. Самое главное вовремя расслабиться. Ozgina raslab o'qib berish yoki raslabительni yuborish kerak. Bo'l, tamom, boshqa iloji yo'q. Azverinchik ish bor, azverinchik. Lekin agar kimdir bilmagan Sportivочкani qattan. Yo'q. Lambat qilamiz. Пойдем, Серёг, пойдем. Вот и всё, вот и всё. Давай! Zo! Uyda ham kimdir qolsin-ku. Diyor. Nina, kel. Он туда уйдет. G'alati zo'r ekan bular. Mana shu bora, mana shundoq yig'ishimiz kerak. Birinchi qadam doimo nima deydi, emotsionalniy bo'ladi. No, lekin yirtish kerak bu. Birinchi qadamni g'alaba bilan qilish kerak. Шуха, бля, ну ёбан. Пошел! Карасат, Кар! Dur, tarik! Хорош, Dur. здорово. Kimligini bildirib qo'ydi, hammamiz odammiz, nima gap qilish kerak emas. Kim bo'ldi, komandaning oti do'stmiz. Зов, мягче дай, Зов, мягче. Саба сзади. Один. Саба, зом есть. Hujumlar sal susaydi, bolalar ham charchadi. Hozir ozgina naprigat qilamiz, tanaffusda. На ближнюю один раз черкани. Mana bunday qo'zilni endi chiqolmayman. Попади, Зов, попади, Зов. Zo'r, красавчик, давай. Hozir bunniga takla. Сади, делай. Давай! Zo'r! Qora kartochka jalla. Qorana.
Qizilanma. Don nozik. Шаха! Что-нибудь похитрее. Shuha! Kuch kerak emas, texnikaga ketib. Bolla zo'r. Duxi berish yo'q, dalshi bo'lish kerak. Biz do'stlik tarafdorimiz bo'l. Chiroyli muomala, chiroyli pajelaniyalar. O'ynaladi, hormaylar. Krasavchik rебята, kodni yoritish vositalari lekin naturi bor. Bu bolalar yaxshi bolalar hammasi. Chunki hammasi qanaqadir maqsad bilan kelgan. Zvizda bo'laman deb kelgan. Biz bulardan zvizda qilamiz, xudo xolisa. Noslar paddeshkada bo'lishingiz kerak. Takoy temalardan zerikkanlar, chiroyli kommentariy yozinglar. So'kadiganlarni biz qaytib so'kamiz. Момента yiqilib tushding, да? Просто щекой дальнейга, да? Вот просто щекой. Попадите один раз, вы вратаря бьете, он, бля, отбивает, считает себя буфоном. Просто в край попади, вот и все. Попади в край, вот и все. Понимаешь? Столько моментов. Мужики, надо забивать, забиваем, потом курим, бля. Впереди момент будет. Он есть. Просто нужно забить. Хорошо? Асад, oldinga. Ko'proq kam. Birga-bir ketasam, иди. Birga-bir ketasam, иди. А выигрывай. Потерял в этот же момент, отбираем. Хорошо? Давайте, поехали, мужики, давай. Надыр Алимжанович говорит, не нервничай. Бля, как не нервничать, скажите мне. Когда что-то делаешь душой, как не нервничать? Да, вот я тоже сейчас стал нервничать. Xullas men ham nервничать qilyapman. Endi men abjalli, xullas. Чё? Напрягаться qilyapman. Nimaga aytibdi ko'p? Еще, блядь, мяч в ворота не летит, блядь, вымогает. Xullas havo ham ozgina nimaga aytibdi, to'g'rimi? Ветерочек, да, такой? Ko'p to'p bitta tepgani shamol olib. Jami tayyorlanamiz. Balkim biz do'stlik komandasini stadionida bo'lganligimiz uchun bile shamol bilan qanaqadir do'govor qilganmi endi bilmayman. Ko'p matchlar, dagalarni matchlar bo'ladi, lekin bizda unaqa emas. Bizda hamma narsa haqqoniy. Shuha aylantirish, sudrama koptani. Vahid! Выходим! Накрыть! Дион! Дамир! Oyog'iga tur, yerdan tushma. Komandamiz bitta qarayib, krasavchikdagi olibdi. O'sha surkan. O Kirkova, vay. Bunaqa tvarskiy podxodlar bo'lmasa, yaxshi ish bo'lmayapti lekin. Yaxshi-da. Liniyada bo'pti-yu. Var. Böyle marş tepkinim bile. Davay. Bitta gol o'tkazib yubordi u penaltidan. 2 metr 2 santimetr tarimiz bor. Men noqsi nariga tarafga yetadi ikkita qo'li ham, lekin mayli surkatib yubordi. Sudya ham surkatib yubordi. Xarotdan yugurib keldi, penalti deb noto'g'ri ish qildi lekin. Mayli o'yindan keyin gaplashamiz. Дамир, выходим чуть-чуть, Дамир! Дамир, не выключайся. Видал, какую ошибку Канте допустил? Игрока сзади нужно брать. Surkatib yubormaydi endi. Bunga отдельный o'qitililarmikan yoki o'zida bo'larmikan qanaqa talant? Aktorskiy zo'r lekin. Teatralni topshirsa kirib ketadi. Men bilan trenerni ko'rsam qo'rqib ketaman. Mana Nandeskiy ekan. Zo'r.
Давайте, ребята. Сука, ребята, блин. Спокойно, шаг. Шире дёрг. Шире дёрг. Zangilan jiletkasiga mos rangni olishdi. O'yin tugagandan keyin 3 litr valeranka ichish kerak. Давай, Саня. Давай, дорогой. На, да, пусть. Давай, суровый, блядь. Прокуратор меня. Так, bu surovый hozir o'g'irlatadi. Zamini, baratar. Faqat, блядь, yuguryapti-da, mana bunaqa chupchika chiqyapti, chupchika. Endi stilli endi. Agar mabodo o'yinchilar vimagат qiladigan bo'lsa, hammasini kalga olib tashlayman, kallar bo'ladi. Попади просто. Правильно, Шаха! Хорош, Руфа! Руфа, молодец! Кармаке, внимательно! Зов, где подборки, зов! Krasав! Jalal, bolajonlar, do'stlik, iltimos, do'st bo'lib yashaylik. Bularni tarafli-yu, mayli, bizning tarafga ham sekin mehmon bo'lib kelishsa, biz barcha chiroyli kutib olamiz, lekin xarakterda bu ham qanaqa. O'xshamayaptimi, sanazi qo'pol o'yinga o'tiladi. Lekin bir xil o'yinchilarning o'yin usuli shunaqa bo'ladi. Mani uslubim chiroyli gapirish emas, men ham baqir-chaqir qilaman. Okay, chiroyli gaplashing deyishadi. Yes. Voy bile. Mana shu bola bor, shu bolaga ko'p o'tishni xotiriga tushiraman, lekin kurashni yaxshi olib boryapti, yaxshi qilmayapti. Lekin tepish sal surkatib boradi. Yavor! Bля. Shu narsa kerak, shu. Voy, блядь! Men yetishmayman, men deydim. Zanjir bilan borib qila olirdim, lekin men hamma onasining qonidan futbolist bo'lib tushmagan. Ozgina vnimatilniy bo'ladi, endi ozgina diqqat qaratadi o'yiniga, texnikasiga, kardiosiga, shu mashg'ulotlariga ko'proq vnimaniya qaratib, yanada ko'proq shug'ullanamiz. Bolalar yomon o'ynamadi, yaxshi o'ynadi. Narigi raqib jamoa ham xullas normalniy o'yin ko'rsatdi. Endi bu yoqqa ko'ramiz. Mana bir-biriga qarshi echyapti. Mazasini qochiraman bilan, bilmayman. Yoqmadi bugun o'ynashmang bilan.
Do'stlar, o'yinimiz tugadi. To'g'risini aytaman, unaqa ko'p переживать qilmadim, nervnичать qilmadim, lekin haqiqatan hamma narsani ichimda ushlab yurdim. Hozir уже конкретно эмоциональный station savol berishyapti. Nimaga tak? Oddiy товарищеский o'yin и так далее. Потому что men ko'p narsadan voz kechdim, чтобы shu proyektni yurg'izish uchun. O'ylaymanki, po maksimum sizlar biz bilan bo'lasizlar, bizani qo'llab-quvvatlaysizlar. Haterlarga ham, единомышленникlarga ham eshiklarimiz ochiq, quchoqlarimiz ham ochiq. Поэтому agar kimda qanaqadir savol bo'layotgan bo'lsa, kelinglar o'yinlarga, ko'ringlar, qanaqa komanda o'ynayapti, qanaqa двигаться qilyapti, qanaqa biza bolalarga motivatsiya beryapmiz, qanaqa bizadan направление. Menimcha kelajakda bum bo'ladi degan umiddaman. Chunki bizada haqiqatan zo'r jamoa yig'ilgan. Avvalambor qanaqa jamoa yig'ilgan? Преданный, правильный и футбольный bolalar. O'shaning uchun ko'rishguncha xayr do'stlar. Da budущих побед. O'yin tugadi. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Xudo xolisi o'yinlarimiz oldinda. YouTube kanalga podpisatsiya qilishni unutmanglar va albatta Instagram akkauntimizga. YouTube albatta YouTube bizaniki bo'lishi kerak. Sizlar ham